بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bugünkü dersimiz eş-şi'ru bida'atun tujdi. Şiir fayda menfaat berdigan mal deydi. Tovar, mal degan bida'. Kur'an-ı Kerim'de "Ci'na bi bida'atin muzja fa'awfi lana al-kayl wa tasaddaq alayna. Hadihi bida'atuna ruddat ilayna." قال إبراهيم السويقي مولى المهالبة. مهالبة مهلب بن أبي صفرة دب دانlık bir kumandan bolgan. Şu Ebu Cafer el-Mansur, Ebu Muslim el-Khurasani bilen birleşip Abbasiler dövletini kuruşqa kuch qag'anning birisi. Danlık kumandanning birisi. Muhallib ibn Abi Sufra. Şu kişinin cemaati ve şunun evlatları avıp Mahalibe aile tavabatını şekillendirgen. Mahalibe degan şu cemaatni ko'rsatdi. Kichik bir qabiladek biz. Cho'ng bir cemaat. Iroq tarafida hukm surgan. Mavlal Mahalibe debdi. Mahalibe cemaatining xo'jayinlarining birisi degan bo'lishi mumkin. Azatgarchisi degan bo'lishi mumkin. Nima uchun? Mavla degan so'zni biz har ikki ma'noni bildirib, hatto Qur'on Karimda 8 xil ma'no keldi mavlalik. Lekin bu shularning ichidagi bir xo'jayin bo'lishi mumkin. Tatabaat alayya sinunun dayiqa. Sinunun mu? Bu mulhaq li cem muzakkar salim model. Ardun sinun yani. İbrahim Suveyqi müşair debdi. Bana arkadan nayet qiyinchilik yillar kelib qoldi. 5 kun keldi. Ve alahha alayyal usru ve kasratul iyali ve qillatu zatil yad. Qiyinchilik mana chaplashib oldi. Alahha degan ko'zi kirib olganda. Masalan bir narsa tilaydi Allah, so'rab odamning ko'zi kirib oladi. Ilhafa yani ilhaha. Ve kasratul iyal. Iyal degan baqdigan xotin bo'lsaqlari. Yadimda farzandlarni ko'rdi. Ayolimi bilan birlashibdi. Chunki shuni beqib qavraldan bo'ldi. Balchaqlarning ko'pligi ve qillatu zatil yad. Qo'limning qisqaligi meni sal qijnab qo'ydi deydi. قلة ذات اليد ديان نمرألق. وكنت مشتهرا بالشعر. من شعر بلان مشهور دم. يعني شاعرتم. ثم مشهور شاعرتم دم. أقصد به الإخوان وأهل الأقدار وغيرهم. شعر بلان قرنداشلرم veya إخوان ديان دوست برادرلرم وأهل الأقدار ديان bayla. Akdar müşahede yusr demek. Ve onun başka kişilerinin kışığı verip şiir okuyup bittim. Şunu bilen tirikçilik kıldıkken bu. Hatta cefani kullu sadiqin. Ahire hemme dost biraderler bana kupalınmağımı kıyıldı. Bana muamelesi sokaklaştı. Ve melleni men kuntu aksuduhu. Men kışığı berabatkan kişiler menden zirik gitti. Fe adarrani derke cidden. Şundan bu ehval bana kattak ziyan etmedi. Yani kerime toktap kaldı. فبينما أنا جالس مع امرأتي في يوم شديد البرد قد soğuk bir günde ayalım bilen otağımda إذ قالت ayalım dedi Kusattın ayalım dedi ya hada o adam ya hada diyemem de tön köylükten dedi ya hada tahkir ya hada o gaday dedi yani izzetler bir sebebi Müslüman ya dedise قد طال علينا الفقر نمرقلق بغزرب etti ve adarra binal cehd cepa meşakkat bizge ziyan oldu ve kad baqita fi beyti keenneke zeminun saqaymas kesel olab qolgan odamdak uyamdilamında o'tiravadan sen talatishman ko'zi set ko'rinib qolganda aksi o'zi o'tiravasa uning ko'zi set ko'rinib qolgan hada ma'a kasratil walad balının jiqqa musiga فخرج عني وكفني نفسك شو من قشمدن bir chiqib sen o'zingning yukini bir yengillatgan men ustimdan bir odam bo'lsam yengillatgansan o'zing yo'qladi ودعني مع هؤلاء الصبيان sen bir yo'qlab mana shu ballulan bo'lsin qo'yib qo'ygan aqumu bihim marra va aq'udu bihim ukhra ma o'zim
Japa tasam chidab bu bilan baqaydi. Yani bir qopab o'tirib degine japa tasam tatibmish baqaydi. Yani elimda qilib bunda qilib bir ishni qilib men biqib ketaydim. Thumma alahat alayya fil khusuma. Anda men bilan jiddilashyapti. Va qalat ya mash'um. Ayga yarashmaydigan gaday. Shumli qadam nima uchun? Ayga yarashmaydigan ta'allamta sinoatan la tujdi alayk. Sen hech qanday foyda bermaydigan bir unagini tutgansan sen. Aqmas unadan birini. Qala fadajirtu minha wa min qawliha. Shundan u xotindimmi, u xotinning gapidimmi men zirikdim, siqildim. Bir aram buldum. Va kharajtu ala wajhi fi dalika al-bardi war-rih. Şu soğuk ve şamallık günde ne görüşümünü bilmegen halda ödünç kettim. Ala vecihi degen 5 qaygan putu taygan yagi manasın. Yüzü qasır buruz şu taraf bitiyordu. Ne görüşüm bilmaydı. Ve leysa alayya illa farvun khaliqun. Uçamda faqatlan bir ko'nirib ketgan bir teri. Bu teramda ya jilitkidak narsa kiygan bo'lishi mumkin. Ya kaltı jo'dak narsa qilgan bo'lishi mumkin. Xalq kona. Farvu degan hayvonninki terisi. Bu ham mo'yliq teri bo'ldi odatda. Masalan, tulkining terisida manda nima farvu deydi. Mana misrlikning kalning terisini farvu deb qurbonlik kunlari farvani sotadigan deb keldi. Laysa fawqahu ditharun. Uning ustida hech nima bilan qoplanmagan. Yani bir narsaning ustini qoplagan bo'lsa dithar bo'ldi. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir. Va la tahtahu shi'ar. Uning ostida ishida astasi yo'q deyman. Demak, hozir shi'ar degan asta. Badanga tegib turgan yeri kiyimning. Dithar degan sirti tepe. Teshi. Shi'ar degan asta. Nima uchun shi'ar deb atalgan? Janna badan kiyib turib. Badanga tegsa badan istildan bo'lg'achqa shuurdan keladi. Hozir masalan islarni Betanını da koydum. islarni. Şestanın betanı deydiler. Shi'ar deganni balki ishlatmaslik mumkin. Va ala unuqi izarun. Bo'ynimda asli bu belning asli o'rgaydigan raq. Ishdan emas. Ishdan sirvol deymiz. Bu raqni asli o'rgab, ana bunda yayishib, bo'ynimni bunda kuchini qilib yayishib olgan. Tushib ketmas uchun. Endi chiqadigan Ishdan qilmamni. ishdan qilib. Bir parça raq. Bundan chiqanda tikilgan narsa emas. Yo'gab kuchini bunda chiqarib, ma bo'ynimni qo'ltimga tushib olsam, ayollarning ko'nglida narsa qildi. Şu boynumda faqat bir izar var degan, bu izarni bilmas o'ylaydigan narsa bu bo'ynimda ish qildi desa, hadisda bor. Bir kiyimdilar namoz o'qimasin. Bu misnayaga chiyib qo'yib, uning boshqa hech qanday kiyim yo'q. Yalnız bir kiyimda namoz o'qimasin. Degandek bunda bir hadis bor. Ashuni shu ahli suffa namrat kishilikda, yo'qsul kishilar. Buni shu parchalar var. Anladın mı? Yürüyecek, ondan nuklup meyayışır. Yani biraz yürüyecek o. Belli aslında o da yürüyecek. Yani şu anukta diyen şu adın kep kıldı. Bu mesela izar, belir yürüyecek anlasın, bu boynuğa esolduğun namı dep kıldı. لو قد جاءت ريح شديدة ذهبت به من بلاه وكثرة رقاعه. قط bir şamal çıkıp kalsa, buran çıkıp kalsa, onun ko'nirib ketganligidan bila degan ko'nirib ketish. Riqa degan yamoqlari. Yamoqlarning ko'pligi va ko'nirib ketganligidan uni shamol ushirib ketdi agar qattiqroq shamol chiqib qalsa. Ishlar yamoq ekanında. فخرجت متحيرا لا أدري أين أقصد. Şolan men nega berishimni bilmagan holda antam olib o'zim chiqatdim. Wala haythu azab, nega berishimni bilmayman. فبينما أنا أجيل الفكرة شغلان من شunda o'ylanib turayotganimda, ujilu degan javla deymiz-ku. Jala yajulu, javlat. Al-javlatul ula min al-mubarasa futbolning birinchi maydonida deymiz. Al-javlatul ula min al-intikhabat esa saylanning birinchi qatimqi saylanadigan bo'ldi. Yani bununla bazı davlatlarda javol deydi. Yani şu qilsak oyun yuradigan tadbir bo'lgan. Men fikrimni aylantirib, yani o'ylanib turayotganimda iz ahadatni sama'un biqitrin mutadarikin. Kuchtum tut, yani to'satdan, iz degan to'satdan
Osmon menga chaqirtib yomg'ir yog'diryapti. Qatr degan yomg'ir. Mutadarik degan aqoqdan to'xtamay turgan shaq chilaklab qo'yayotgandek. Fadafa'tu ila darin, shundan bir uyga yugurib bordim dedi. Babuha rawshanun mutillun. Uning eshikning ustiga unda bir metr chiqarib qo'ygan. Masalan, bu so'g'ilning qasmida o'ttasi sayishib turgan, ya eshikning oldida turgan, sayda turgan. Yomg'ir to'sgan darvozaninki lampa. Mutil degan oldiroq chiqib turgan lampasi bor bir darvozaning qishiga bordim deydi. Lekin bizning tilda ravshancha enib o'chiq degan bo'ldi. Va dukkanun latifin. Dukkan degan bunda supurak narsa. Egizrak o'tirgan bir joy qo'ygan supar, bunda dukkan deymiz. Shuna kitoblarda jamoat qaysi tarafda turib, imom bunda dukkanga chiqib namoz o'qisa bo'ladimi degan gap bor. Fiqhda chiqadi. İmam egizrak bir yerda boshqalarga tasiyada namoz o'qisa bo'ladimi deganda gap chiqdi. Shuni dukkan deymiz. Uni inshaalloh qitay o'qigan chog'da latif yana chiroyli qilib qo'ygan. Walaysa alayhi ahad, hech kim o'tamagan supsi bor demoqchi. Faqultu astatiru bir-rawshani ila an yaskuna al-matar. Shuna men o'z ko'nglimda yomg'ir to'xtab qo'yguncha lampaning ostida daldinib turib olay dedim. Faqasattu qasdad-dari. Shunlar men uy tarafga qarab mandim. Faida bijariyatin qa'ida. Shunda qarasam, asli adam yo'qdekda. Yaqroq birib qarasam, bir kishi qiz o'tiribdi. Jariya deganda dedek bo'lishi mumkin, yoki bir kishi qiz 14-15 yoshli qiz bo'lishi mumkin. Qad jalasat ala babid-dari kal-hafizati alayhi. Xuddi o'ynamda saqlab turgan darvozanda bunda o'tiribdi deydi. Faqalat li şolan mana dedi. İleyke ya şeyh an babina. Oy aqsaqal mabzun darvozamizdan nerkeslar dedi. İleyke degan nerketgan. İleyke anni. Yani bazı ileyke desa hudud degan ma'no. İleykumul akhbar, hudud akhbar degan. Niyadan da ibta'id degan ma'no. Nerket. Faqultu ana voy mamma voy hak isit sana. لست بسال ما مثلم شومسام ولا أنا ممن تتخوف ناحيته يا من دم به أغلق الله بلانس القام ده أنسريد غدا ممسام شنا يواش به مؤمن بند تلسام onun tarafından gameydigan adam bulmasam demek. Nahiye degan bir taraf. Mesela bir şahın bir tarafını nahiye demiz. Ben sizin taraflardan ansiramayman. Şekilde onu. Onda onun men tarafımdan bir ansiramaydigan bir yavaş adamman dedi. Fecelestu ala dükkan. Şundan ajgatni qilib men shu suqida o'tdim. Falamma sakanat nafsi bir hadiqni lag'andan keyin bir tinvag'andan keyin dedi. Sami'tu nagmatan rahimatan min wara'il bab. Nad mungluq boshqina bir ovoz oldim dedi. Rahim degan mungluq, yaqinliq. Ma sarfda tarhimda bo'lganmi? Masalan, ayaklar ismini biz Aisha degan Aish deymiz. Ya Malik degan ya Mal. Biz qashqarimizda bo'ldi. Masalan, men saqamni mehinim deydi. Var, qashqarda. Mehinim deb qarashlar. Va uni to'liq o'zgartirdi ishi. Juda shunda qisqartirdi. Tuğhinam, mexinam, maxinam. Tadullu ala nagmatin ra'a. Bu mungluq bo'sh chiqqan ovoz ayol kishining mungluq chiqqan ovozdek qiladi deydi. Nagma deganda qilgan. Masalan, bu nagma deymiz-ku. Bir ovozdan chiqqanligini bildiradi. Ana maqsadda ayol kishining ovozi avratmi degan bir gapni paydo qiladi ba'zida. Ayol kishining ovozi avrat emas. Ulmanın degani nagmasi avrat deydi. Nagmatil mar'a. Yani ayol kishining ovozining bunda muayyan bir keltirib chiqargan ovoz bo'lib qolsa, bu avrat. Yani er kishining ko'nglini jalb qilgan shaklda bir qanday ovoz naqsh qilishni chiqargan, shu avrat deydi. Hatta Qur'onni chiroyli qiroat qilib shunda yaqinlik o'qisa, bu bir nagma bo'lishi mumkin. Yoki gap so'z bir xilamni nazkarashma bilan aralashtirib qo'ygan gap so'z va bunda ovozdan nagma deymiz. Adamga yaqinlik tuyuladi.
Olsa ayol şapradın almasın bulmaya başladı. Almaya yaş. Akşın biraz karnının kırası tutsa izdet var. Allah'a çanın bu hanım kandarhanın çekke bu. Onu yapılar. Mesela Indonezya'nın Kızılı Karındır Abdubas biz şu dike aynen okudum. Adlan bilan Qanday qilmaydi? Lakin sen nima aralashgan bo'lding? Ki avaya vas aralashgan. Abza bilan qoldi qolsa. Ha. Qiraat bilan bo'ldi. Bu aramizda ishlar sabablar. Bu hech bo'lmasa makruh bo'lishi mumkin. Nag'ma degani shu anda. Yani ovoz degan gap emas. Ovozga aralashib kelgan ba'zi bir erlarni mayl qildigan bir mum bo'lsa, bu ondan aram degani bor. Ayollar ahlatini Bular. Lekin bir yash kelishgan qaramadim, Mashari Rashid. Ha? Ondan onun naqshlarim bor, video kliplari. Ana o'qizollar video klipni Allah bunda kelishgan yigit Qur'on o'qisa, uni Qur'on anglaganliklar uchun uncha. Lekin normalda bunda bir qarinligini anglab bilsa, unda masala. Ko'pincha ahvolda shu anglagan xanam o'zi o'yrayolishi mumkin. Men boshqa bir o'y xayollar bilan anglatandimmi? Yoki shu anda odat bir tabliq deb bunda anglatandimmi? Buni ayirish lozim. Hozirgi shunda ba'zi tabliqchilar zarifimi shunda yosh kelishgan Mashari Rashid, Sami Yusuf, Naqshi. Hatta suratlanadi. Fa asghaytu shunda quloq solib oldim. Fa idza bi kalamin yadullu ala itab. Mo'lo ovoz, bu ovoz ayol kishining ovozi edi deydi. Quloq solib olsam bir taptani qilayotgan birisiga. Shunda bir gapgan. Sami'tu nagmatan ukhra mitlida, yana bir mo'liq ovoz oldim. Shunga o'xshash va taqulu fa'alti va fa'alti. Silimunda qildi deb, umi yana bir ayolga taptani qilayotgan. Va ukhra taqulu, yana birisi deydi bal anti fa'alti va fa'alti. Yo'q, buni men emas, sizlar qildi buni deb ashunda bir-biri bilan taptani qilishayotgan ikki ayolning ovozi ekan. İlan qalat ihdama ahir ikki ayolning biri dedi. Ana ju'iltu fidaka. Qurbanlari bo'lay. In kuntu asa'tu faghfiri. Men sizga yomon ish qilgan bo'lsam, kechirasizlar. O'zini aytibdi birisi. Wahfazi baytayni li Mawlana Ibrahim as-Suwayqi. Bizning hojimiz Ibrahim as-Suwayqining ikki baytini yodlaysan. O'zini aytqach, shuning munosabatli bir ikki baytni deb bermoqchi bo'ldi. İbrahim as-Suwayqi anlab turdi buni. Faqalat al-ukhra wa ma qalat. Yani nimda bitgan o? Qaysi bayt o? Fa innahu yablughni anhu ash'arun tarifa. Chunki uning chiroyli aytgan she'rlarini men anglab turman odatda. Hozir sen demoqchi bo'lgani qaysi? Men anglab qo'yganimmi yo boshqa yangisimi demoqchi. Fa anshadatha taqul. Yani bir ayol amrasiga mushu baytni o'qib turibdi. Hibini wa habadun fa'al amr للمؤنث قربما هبي عند ما دغنك نيم هبيني مسعديني دغنك هبيني يا معذبتي اسأت اليمن yaman ish qo'ydim. Yaman ish qo'ydim, xato qildim. Meni taptani bilan azoblayotgan xinam meni afu qilibdim. U da vahaba deganimda buningga qilmishini afu qilib bir afu berayotgandek. Va bil hijrani qablakum bada'tu. Sizdan burun tashlashni men boshlagan dedi. Yani bu qarashtirib tashlashdan burun o'zim yomonlik qilib, yani o'zim maytat qilgandim dedi. Tashlatish. Hijran ko'chasini olganma. Hijran degan hijran. Yarın taşırsa hicran olur. Hicran azabı, firak azabı. Fe'inel fadla minki fedetki nefsi. Fedetki nefsi diyen
Kıstırma cümle. Dua. Men üzemne kurban kılay sizin için. Yani fe'eynel fadlu minki aleyye idâ esa'ti kema esa'tu. Men yamanlık qilgandek yamanlık qilqasila sizning mendan nimalar ortiq bo'ladi? Ortiqchiliklar nima? Men ichkidan o'xshash bo'lib qolamiz. Lekin sizlar mendan esliroq qiling. Davom ekan. Men yamanlık qilgan bo'lsam sizlar qo'yasizlar. Ha, hibini degan so'zlar hozir munosabatlik. Meni gunohimni qo'yasizlar. Famana chunki sizlar qo'yqinmay o'xshash muomala qilsizlar, ikkimizdan farqi. Ma o'qiyman İbrahim Soyev'in aşını Aşını şehir ekan. Yazıqmış ayol kishini chiqarib yozgan bo'lgan. Ha, g'azal. Men o'zim masharlik qilib, siz maytatishdan burun men o'zim taha maligizda o'g'ri qishib, men o'zim maytatib qolgan edi. Men sizni tashlatgan. Asli yamonlik qilinuvchi xapolab tashlatish lozim. Undaqmi, yani o'zim o'sallikni qilib, yani o'zim sizlar munosabatni tashlatgan edi. Meni azoblovchi. Yani bu akshi o'qisa buni, oshiq ma'shuq qisqa o'qilgan she'r ma'lum. O'g'il qizga o'qisa shudir. Lekin o'sha Ibrohim Soyqi o'qigan she'r ekan bu, shuning she'ri ekan. Faqalat zarufa wallahi wa ahsana. Alloh bilan qasamki, bak fayzi o'qibdi buni. Zarufa degan nahayat chiroyli. Qala Ibrohim, chon Ibrohim Soyqi darvozadan oldida o'tirib anglab qolgan voqealigini. Falamma sami'tu zikri, ma o'zimning ismini shunda anglagandan keyin va zikra Mavlana degan nayte obdan gapni shunda anglagandan keyin Mavlana bizning hojimiz deylarmi? Burun bu odamning shoir xil bir shu jamoatning bir ko'z ko'ringan cho'nglardan birisi bo'lgan bo'lsa, keyin undan namroqlashib, ahvoli xaroblashgan bo'lsa, bu bizning cho'nglarimizdan Ibrohim Soyqining she'ri ekan degan anladim. Mavlana degan hojimiz, cho'ngimiz degan shunda anglagan chig'imda alimtu annahuma min ba'd nisa'il mahaliba. Bizning jamoatman, bizning urug' tuqqanlardan. Bu jamoat cho'ngroq bo'ldi. 700-800 odamlar bunda bo'lsa, bizning shu oil tavobat tava ayollar ekan, bular urug' tuqqanlarimizning ayollari ekan deb tushundim deydi. Falam atamalak an dafa'tul bab. Şu o'zim tutanmaylar, buning qiynalib qolgan bu. Nima? O'zim tutanmaylar, ishtiriblan kirdim dedi. Va hajamtu alayma. Yani ishkini yugurib bordim dedi. Ular o'zim qildim degan gap emas. Ular oldi yuguriblan bordim dedi. Fasahata shundan darhol ular vaqirib ketdi. Vara ya shayx, aqning tu oqsoqol. Vara. Ma gapimda zag'irtilgan bu. Vara aqınraq çekin tuğan aqsaqal anna vara ya şeyh anna bizden nirraq tuğan aqınraq çekin tuğan hatta nastatir biz özümüzün daldığalı ya yogin valla işide ikinci çekilen tuğan bo'lishi mumkin. Wa tawahhamata anni min ahli ad-dar. U ishkala o'ylab qoldi, men shu uydagi kishilardan birisi. Şu öyden işleydiğen bunda bir yoki men o'ldan yat bir odam deb o'ylab qoldi deymiz. Min g'ayri ahli dar deganda. Tonimaydigan yat bir kishi deb o'ylab qoldi deylar. Faqultu lahuma va men ishkaydan dedim, ju'iltu fidakuma. Men ishkilarning qurboni bo'lay. La tahtashima minni. Mendan bak tartinib qechib jumanglar. Ben de kaçmasam buldu. Feyni İbrahim Soyqi, men İbrahim Soyqi bo'lama. Tuqqan demakchikan. Summa qultu li ihdahuma, andan ularning biriga dedim, bi haqqi hurmati. Mening haqqi hurmatimni shibi keltirib so'raymanki, yani urug' tuqqanchilik qilishni, ham o'zining shoir mashhurligini shibi keltirib so'radi. İlla shafa'tini fiha. Meni aşkınımni tilib olg'uchi qilsizlar, ya'ni mening shafaatimni qabul qilsizlar. Hozir siz kechirmagan men tilib olay. Chunki ikkalan hozir
siz bunda osalliq qildi deb bir-birini ayblayotgan chog'on ekan, bu kirib bilan men bunini tilolay qabul qilasizlar. Mening hurmatim uchun deydi. Va wahabti li dambaha. Uning xatoligini, gunohini menga berasizlar. Yani men uchun o'tasizlar demoqchi. Wasma'i minni. Yana mendan mush she'rni anglab qo'yinglar, mush baytni. Fa ana alladhi aqul man mushunda deb she'r o'qigan shoir bo'laman. Mushunda deganmi? Mana men bo'laman. Khudi bi yadi min al-huzn at-tawil. Uzun so'zlab ketgan qayg'u hasratdan qo'limni tutib meni qutuldirib qo'yam. Faqat ya'ful khalilu anil khalili. Chunki do'st do'stini afu qiladi. Siz afu qilmasangiz men uzun bunda qayg'u hasratda bir uzun qilib qoldim. Afu qiliblar meni qo'limni tutib qutuldirib qo'yam demoqchi. Faqalat qad fa'altu. Bundan bu ayol bo'ldi men afu qilyaptim. Wa safahtu an zallatiha. U xilning xatoligidan men o'tib kechirdim. ثم قالت يا أبا إسحاق من بولا بالشغادة الله كان كنيتن بالكن أبو إسحاق شاكوت ما لي أراك بهذه الهيئة الرثة والبزة الخلق من سلنا مشندا كونا تقطر لرلان جل كيم بلان كراوة من غوان نمش بو دبتا الخلق ومكونا رثة يمكونا بزة عند أكيم ندمش فقلت يا مولاتي ويخنم تعدى علي الدهر زمن ما كلبتلان الكلدري ولن ينصفني الزمان زمن ما انصف لان يعني حقم نبامده انصف لان ما مقمندري يعني بشمغو كن كلدري demekçi onda وجفان الإخوان do'st qarindoshlarimni meni tashlab etdi. Va kasadat bidoati. Mening dasmoyamni, tovarlarimni bozorga sotib ketdi. Bozor chiqmadi. Kasadatdan kasatib ketdi o'sha. Faqalat azza alayya zalik. Bu ahvol menga og'ir keldi. Yani bu men ko'nglimni yerim qildi demoqchi. وأومأت إلى الأخرى يعني بر أيالغا شندا إشارة كتة فضربت بيدها على كمها قولوا يعني شندا أمرب فسلت دملجا فسلت يعني دملجا من ساعدها بريكدن شندا بر بلاجنا صغر بالده كت ربلان صغر بالده ثم ثنت باليد الأخرى عندن ikinci kolu ulanma şunda kıldı. Sanna diyen ikinci kere kıldı demek ya. Mesela اثنين diyen. فسلت منها دمجا آخر. O koludun mu yani bir bilazikne tatip aldı. فقالت يا أبا إسحاق خذ هذا. أبو إسحاق معنا أصلا وقد على الباب مكانك. Darvazanın aldıda oturgan yerde bizden oturup turslar. وانتظر الجارية تأتيك. Kızçakını kütüp turslar, sizin kaşları kildi o, çıkıdı o. Bir nesilip çıkıdı demek. ثم قالت يا جارية سكن المطر. Ondan kızçak tutup. Kızçak yamu toxtudu mu? قالت نعم فقامتا. Toxtudu degenken bu iki ayol kubab şirik tuttu. وخرجت وقعدت مكاني مما çıkıp üzerinden burungi joyimda o'tirdim. فما شعرت إلا والجارية قد وافت بمنديل. Men tulmay qaptım o kichik qizchaq mana bir qo'lyaqliqni elib ketgan tashimga. Bir bog'cha deydi buni. Fihi 5 athwabin bir bog'cha elib ketdi. Uningda 5 kiyim bor ekan. وسرة فيها 1000 درهم يعني بره هم يندا من تنجي باكين وقالت تقول لك مولاتي وقصبت من خجاينم سلقي ديدوك أنفق هذه مشنا خجلسلا فإذا احتجت يعني محتاج للقاسلا يحتاج للقاسنا
fasir ilayna qishimizga kasla hatta nazidaka inshaalloh sizga yana nas beramiz Alloh xolisa debdi. Fa akhadtu zalika wa qumtu shundan men uni elab o'rnimdan turdim va qultu fi nafsi o'z ko'nglimda dedimki in zahabtu bidumlajayni yakdamlajayni ila imraati agar mush ikki bilazikni ayolimning qishib elib basam ayolim unda deb turilishi mumkin deydi. Qalat hada li banati va katharatni alayhima bu mening qizlarim taqsimu bilazikni deb men tutmasam mumkin bo'lishi kerak. Oy ubdan bilazikni qizimga taqab qo'yay deb ham elilishi mumkin deydi. Katharatni degan mana unda o'zi ketishi mumkin. Undagan bo'ldi. Ammo qizim taqab qo'yay desa, dadasi o'g'an ekan, yoqda turolmaydi. فدخلت السوق شغلا بازار كراب تبعتما ب50 دينارا 50 تلا سبتن شكنا 50 تلا سبت واقبلت عندن كلدم فلما فتحت الباب شكنا شندا اتشمغا ساحه امراتي ايالم واخرب كده وقالت قد جئت ايضا بشؤمك yani o'zingning shumlig'ini olib keldingmi? Yana o'zlarining shumlig'ini olib keldingmi debdi. Va tarahtu ad-dananira va ad-darahima bayna yadayha. Endi oxirida men tanga tillarni oldidan tashladim dedi. Va thiyab, kiyim-kechaklarni tashlabdi. Faqalat min ayna hada? Nereden keldi bu narsalar deb so'radi. Qultu min alladhi tasha'amti bihi. Siz shumliq his qilgan ashu narsadan she'rdan keldi. وزعمت أنه بضاعة التي لا تجدي وسز هیچ قندا فایده منفعت keltirmaydigan milanmışo, desmayanmışo depturağan nasidin keldi. Zama deganni bir narsani da'vo qilgan, depturağan degan. فقالت قد كانت عندي في غاية شؤمي. O mening nazarimda beklam shumliq nasidda bu she'r. وهي في غاية البركة أمليت بوناج بركتك دبت. إشكنج درس لا أفلح قاض لا يقيم الحق. يعني إجراء قميدغان قاضي نجاتا إرشال ميدو. يعني بدعاء شو ممكن نجاتا مغاي. كان عبيد بن طيبان قاضي الرشيد بالرقة. رقة ديان مش بسرقة يقن يعني أجر الكويت bo'lishi mumkin. O'sha yaqin bir shahar. Raqqa degan shahardagi xalifa Harun ar-Rashid belgilgan qozi edi. Ubayd ibn Tayban. Va kana ar-Rashidu idzaka biha. Shu kunlarda Harun ar-Rashid Raqqa shaharida batdi. فجاء رجل إلى القاضي فاستعداه على عيسى بن جعفر. Bir kishi kelib qozi xonimga uningdan talab qildi dedi. Nimana İsa ibn Ja'far degan kishining haqqini ilib berishni istada deganni biz bir qitim o'tgan. Ashundan uchini berish, haqqini olib berishni talab qildi. Fakataba alayhi al-qadi ibn Tayban. Shundan qozi xonim uningga maktub yozdi dedi. Endi İsa ibn Ja'far kim? İsa ibn Ja'far Harun ar-Rashidning ayoli Zubayda bint Ja'farning kirindisi, aksiya insi. Bu Abu Ja'far al-Mansurat o, şunun nevrisi. Abu Ja'far, Ja'far'ның atısı da künye kılındı mı? Onun dadısı Ja'far. Şunun dadısı Abu Ja'far deki Ja'far şu. Yani İsa ibn Ja'far ibn al-Mansur. Qazi xonum mektubu yazıptı. Amma ba'd, amda maksat kelsek abqallahu al-amira ve hafizahu. Allah Teala müş emirine öz panohida saqlag'ay, umrini uzun qilg'ay va atamma ni'matahu, ne'matini tamomlag'ay. Atani rajulun, men oldimga bir kishi keldi. Fadakara annahu fulan ibn fulan, u o'zining falonning o'g'li pustan ekanligini aytdi. Va anna lahu alal amiri, yana uning emirdan oladigan 500,000 dirham, 500,000 tangisi borligini aytdi. Bu emirni Allah Teala öz panohida saqlag'ay. Fa in ra'al amiru an yahdura majlis al-hukmi, agar emir hukm so'riniga kelay deb qolsa, kelishni muvofiq ko'rsa, kagay aw yuwakkila wakilan yunadiru khasmahu, yoki
uning raqibi bilan do'lilishib va yurdiyahu do'lilishgan, ya'ni bir advokatning tutgan degandek gap o'sha. Ya'ni bir vakil qilsa raqibi bilan deyishadigan bir vakil qilsa u mayli, au yurdiyahu fa'al yoki uni rozi qilay desa mayli, shuni shunda qilgan bo'lsa demoqchi. Tushunyapman? Vakil. Yo'q, amir bu shu podshoh jamoatining odamlari. Hozir bu malikining aksi. Navonki amir bo'ldi. Xonishninki aksi. Shulardan-da shahzodalar masalan, shu xonishning yutuqanlari mushulda hammasi amirlik unvoni. Podshohning tuvanki bir unvoni. Hatta bir rajul kimyondu bu? Ahda. Qazi mush maktubni yozdi. Kul ba'ma turgan ash emirga yozdi. Bir bek degan buni. Begim do'q emirdan. Bek. Bu ham o'zining huquqi, xonishning aksiyasi. Nopuzunda kuchlab axirning 1 million tangisi yo'qdi. Begim. Bu odam Qozoqninga arz etib kelgandikan, bu shu kishiga xat yozadi. Falana men qachimga sizda mansulim bor deb ketdi. Shu ya o'zlari kelsa, qozixona kelsa, yoki biraylarni vakil qilsa, sizning o'rinlardan deyishsinlar bilan, yoki bu odamni rozi qilsa. Shunday deydi. Wa dafa'al kitaba ila rajulin fa'ata bab ibn Ja'far. Bu maktubni birisiga beribdi, bir chaparmanga. U Isa ibn Ja'farninki darvozasining oldiga keldi. Fadafa'al kitaba ila xodimi, xizmatchisiga beribdi. Fa awsalahu ilayhi. Shundan u maktubni xo'jayiniga yetkazdi. Faqala lahu, u maktubni ko'rgandan keyin kul hadal kitab. Mush maktubni yirtasan debdi. Ko'zga ilmagan gap. Faraja ar-rajulu ila al-qadi. Shundan qozi aqlimga, ya'ni qaytib bordi bu maktubni olib qolgan. Bu maktub nolga tanımak. Faraja ar-rajulu ila al-qadi. Shundan maktub olib qolgan kishi qozi aqlimga qaytib bordi. Fa akhbarahu fa kataba ilayhi abqaka Allah wa anta abik. Allah umrlarini uzun qilg'ay. O'zlaridan shunda bahr erishishni nasib qilg'ay. Va anta abik degan sizlar biz davomli jamoalarni ko'rib o'zridib turg'aymiz. Hadara rajulun yuqal lahu fulan ibn fulan. Falanning o'g'li Pustani degan bir odam keldi va zakara anna lahu alayka haqqan. O'zining silida haqqi borligini aytdi. Fasir ma'ahu ila majlisil hukmi. Anta vakiluka inshaalloh taala. Shuna o'zlari, yasning vakillari sud mahkamasiga kelgaylar. Ma ikinci kitabım var. İkinci mektup. Ve vecehel kitaben ma'a avneyni min a'mani. Özünün yakırak adamlardan çıkkaylan bilen ivatipti. Fahadara baba İsa ibn Ja'far ve dafa'al kitabe ileyhi fagadib. İsa ibn Ja'far'ın darvazını tıykilip bu mektubunu onu biripti, açıqlab ketdi. Ve ramabi, onu çörvetdi. Fantalaqa. Şundan bu işkeyden yana qaytib ketdi. Fa akhbarahu fa kataba ilayhi. Onun munda çörvetdi degandikan, qozoqninga bu xatlarni çörvetdi degandikan, şundan İsa ibn Ja'farga qozoqning yana 3-chi qatim maktub yozdi. Hafizakallahu ve anta abik. Allah o'zini asrg'ay va sizdan bizni davomli bahrali turishni nasib qilg'ay. La budda an tasira anta vakiluka ila majlisil hukm. O'zlari yoki sizning vakillari, advokatlari sud mahkamasiga kelishlari kerak. Kamsiz zar bo'lmaydi. Fa in abayta anhaytu amraka ila amiril mu'minin. Agar bosh tortsizlar, sizning ishlarini amiril mu'mininga yetkazaman. İnşallah. Thumma wajjal kitab ma'a rajulayn min ashabihi. O'zining hamrohlaridan, shunda cho'nroq odamlarning ishkaylardan 3-chi maktubni avatdi. Faqada ala bab İsa ibn Ja'far. Bu ishkaylan İsa ibn Ja'farning darvozasida saqlab o'tirib, ya namozga chiqqan chog'da hatta tala faqama ilayhi chiqdinida g'achchida o'rnidan turiblam va dafa'a ilayhi kitab al-qadi. Qozoqning maktubini uningga berdi. Falam yaqra'uhu. Lekin İsa ibn Ja'far uni o'qimaylan va rama bihi cho'ratdi.
Fa'ada fa'ablaghahu dalik. Şundan bu işkeylerini yana qaytib berip, qazağının gısını xatlarını çöretdi deb yetkizdi. Fa'xatama qimtarahu. Şundan qazağının özünün şikaplarını pechatlar. Qazıxana var. Qazıxanda özünün kitapları, hüccet, cip nasıl var, şikap var. Hammani itib pechatlar, ishxonasini tashlab ketdi. Bag'laqa babahu, ishkin taqab va qa'ada fi bayti. Uyga o'tirib, ish tashlabdi. Fabalagal xabaru ila Rashid. Shundan nega diqqat qilgan? Fa xatama qimtarahu degan. Shu chaqda maxsus kitob hujjatni qo'ygan ishkab qatdi. Shu chaqlarda aşağının o'zida Yevropaliklar tuzuk bir jurnalistni g'usl qilishni bilmaydigan yavaş yashaydigan. Kitap ishkab maxsus hujjat masalan, xatchak saqlaydigan ishkab. Fabalagal xabaru ila Rashid. Bu xabar Harun Rashid xalifega yetdi. Fada'ahu wa sa'alahu an amri. Uni chaqirtib ahvolini so'rabdi. Fa akhbarahu xabar. Shuni bo'lgan voqealarni deb berib, bunda dedi. Faqala ya amiral mu'minin. Ey mu'minlar amiri, ya'fini min al-wilaya. Meni shu qozilik vazifasidan bo'shitib qo'ysalar, qutuldirib qo'ysalar. Fawallahi Allohdan qasamki la aflaha qadin la yuqimul haqqa alal qawi va da'if. Aciz olsun, küçük olsun, her qandıqqa haqni icra qilmaydigan odam o nijatga erişilmaydi. Nijatga erişmegay, nijat topmaydi demiş. Yani ahirette işi çatak. Faqala lahu Rashid, Rashid dedi, "Men yemna'uka min iqamatil haqq." Seni haqni icra qilishdan kim to'sib qo'ydi? Faqala hada Isa ibn Ja'far. Mana o'sha Isa ibn Ja'far to'sib qo'ydi. Sizning qiynaklari. Faqala Rashid li Ibrahim ibn Osman. Şundan Rashid Ibrahim ibn Osman'a dedi. İbrahim ibn Osman saqchi boshliq. Sir ila dar Isa ibn Ja'far. Isa ibn Ja'farning uyiga borgin. Vaqtatim abwabahu kullaha. Amma eshiklarni pechatlatib qo'rishog'inmoqchi. Muasirga oldiribdi. Lekin bu yerdan vaqtatim abwabahu degani eshiklarni pechatlayotgan degan bo'lishi mumkin. Bu yerdan la yakhruju minha ahad. Pechatlayotgan kim chiqmaydi. Nima? Va la yadkhulu ilayha ahad. Bir kim kirmaydi. Hatta yukhrija ila rajul min haqqi. Taki aş adamga o'zining haqqini chiqarib bergunga qadar او يسير معه الى مجلس الحكم yoki u bilan billa qozi xoniga borgunga qadar hech kim kirib chiqmasin, darvozalarni pechatlayotibdi. Fahata Ibrohim bidarihi 500 faris. İbrahim uning qo'rosini 500 chavandoz bilan qurshab oldi. 500 bo'lmay 20-30 odam bilan borsa, uning biroz shunda qo'duvchilar bormi? Ve ağlaqal abwaba kullaha. Hamma darvozani pechatlayotdi. Fatawahhama Isa ibn Ja'far anna ar-Rashida qad hadatha indahu ra'yun fi qatli. Sonra Isa ibn Ja'far o qazoxonning xatini cho'rayotganlik u xiyolga kelmay, Harun Rashid xalifa meni o'ttirib o'tishni planlagan o'xshaydi. Boshqa siyosiy o'zgarish bir ishlar sababidan meni jo'shtirib deya o'xshaydi deb qo'rqib ketdi. Endi o'ylabdi. Fatawahhama degan aslında xato o'ylab qoldi degan. Valam ya'rif al-xabar, lekin nima sababdan qurshab olganligini, voqealikni unutmadi. Faja'ala yukallimul a'wana min khalf al-bab. Ulan darvozaning ishi turib, ba'zi bir o'zining yaqinlariga gap qildi. Ey falani, bu nima bo'ldi deb. Wartafa'a as-surahu fi manzilihi. Uydimi vaqirashlar ko'tarilib ketdi. Wadajjan nisa'u ayollarni cho'qan suran soldi. Fasakkatahunna shundan ovozini chiqarmanglar deb uni jimib qo'ydi. Summa qala li ba'd al-a'wan min ghilman Ibrahim, andan saqchboshli Ibrohimning ba'zi safarmonlardan bo'lgan ba'zi o'zi taniydigan yoki shunda o'zilar hamkorlashgan kishilarga dedi. Udali Aba Ishaqa li yukallimahu. Mana Abu Ishaqni chaqirgan shundan bir parancha aytdi. Abu Ishaq kimda? İbrahim. Ha, saqchboshli. Ko'pincha Ibrohim kelsa Abu Ishaq bo'ldi. İlgirken İbrahim soyadını Abu Ishaq dedi.
ثم قال لبعض الأعوان من غلمان İbrahim degan shu saqchi boshliqining chaparmanlardan ba'zi o'ziga ancha yordamchiga yoki yordam qiladi deb o'ylagan ba'zi saqchilarga dedi udali aba ishaq li yukallimahu saqchi boshliqni chaqirib bersa uni gap qilay fa'alamuhu shuna uning xabar qilganda faja keldi saqchi boshliq keldi hatta waqafa al bab darvozani oldida turdi faqala Isa wayhak Isa voy nima bo'ldi sana ma halina biz musholarga chiqib qolamto qanday gap bo'ldi fa akhbarahu khabar al-qadi ibn Tayban shundan saqchi boshliq uningga ibn Tayban degan qozoxonning voqealigini deb berdi sizlar qozoxonning maktubini cho'ritiblar chaqirsa bormablar shuni xalifaga shikoyat qildi xalifa meni buyruq qildi ishmi shu debdi فأمر بإحضار 500,000 درهم من ساعته درhal 20 milyon tengini ekilishga buyurib odamlarga ekildi shu soatda fahdirat bunun keltirildi va amara an tudfa ila ar-rajul ashu haqiqi so'g'an kishiga beringlar deb buyuribdi faja İbrahim ila ar-rashid shundan saqchi boshida xalifa Harun ar-Rashidning qizi keldi fa akhbaruhu faqala shundan Harun ar-Rashidga voqelikni deb biribdi faqala idza qabada ar-rajulu malahu ashu haqiqisi pulini qo'liga topshirib olsa faftah abwabahu qaynakamning darvozasiga pechatni meni ilvat debdi va arifhu annama ra'aytahu yani uningga ubdan uqtirib qo'ygan deydi sen ko'rgan mushkum beshin kelgan mushavarchilar min siratika ma'al qadi qozoqning bilan bo'lgan muomalan qilmishing tufaylidan beshin keldi deb shuni ubdan tushuntirib qo'y فإياك ومعارضته شuna uningga qarshi chiqishdan hazar eligaysa deb uqtirib qo'ygan deydi yani bo'ziga musulmon ya qozining o'zining nimani ijro qilgan saqchisi bor o'zining shu chog'da bir 5-6 saqchilar bo'ldi lekin saqchi kuchi emas yoki harbiy kuchini qo'llanmagan cho'ngroq qashimda bo'lsa saqchi boshliqiga yoki shu mudofaa ministriga deyish mumkin masalan majinoatchi buning zo'r kuchi bor ekan odamlar qurolli odamlar bor ekan chaqirsa tagda uni degan ekan saqchi yoki harbiy kuch berib qurolli qilib aytilgan qozni oldiga akib birdi qozi berib akammaydi bormaydi sud mahkamasi hatto podshoh bo'lsin muborak shu sud mahkamasi u muborakni tasdiq ettirib shu sud mahkamasi shahid qilib boshqani shahid qilish سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك